aytiladi endi. Faxt bu Qoplon degan bir bolaning ismi ekan. Faxt. Bu bola otasi o'lib, onasi boshqaga turmushga chiqib ketib, yetim qolgan ekanda va o'sha Saudiya sahrosida bir badjahl zolim odamning xizmatini qilar ekan. Qo'ylarni boqar ekan. Va ertalabdan kechgacha qilgan o'sha uydagi ishlariga, qo'yni boqqaniga bir hovuch chigirtka berar ekan. Sahrodagi arablar chigirtka yer ekanda. Bir hovuch chigirtka berar ekan. Bir kuni ishlaganiga bir hovuch chigirtka berar ekan. Bir kuni endi bolada ko'proq chigirtka yeb qo'yibdi-da. Ko'proq chigirtka yeb qo'ysa, boyagi odam bilib qolib, qattiq jazolabdi-da endi. Boshlarini toshlarga uribdi. Boshini oyog'ini tagiga olib ezg'ilabdi. Qattiq nima qilibdi endi. Endi bola kechqurun yotibdi. Yoshi 6 da. Masalan men buni eshitganimda o'yladim-da, masalan, bizni ham yoshligimizda jazolashgan, to'g'rimi? Sizni ham jazolashgan. Hammamizni ota-onalarimizning jahlini chiqarganimizda tarsak urishadi, yo turtib qo'yishadi, yo bir qattiq gapirishadi. Shunga dunyo ko'zimizga qorong'i ko'rinib ketadi. Aybdor o'zimiz bo'lsak ham. Endi u bolaning ahvolini qarang. Bu bir juda xavfli plan, reja tuzadi. Ya'ni qochish rejasini tuzadi. 6 yoshli bola uchun bu juda katta rejada endi. Qochish. Yoshi katta odam uchun nima bo'lishi mumkin? Ertalab turganda xo'jayini bo'lib sug'or deb buyruq berganda, qo'ylarning hammasini birdan suvga haydab o'zi qochadi. Qochaveradi. Orqasiga qarab qo'yadi, quvib kelmayaptimikin deb. Sahroda hech kim yo'q, kimsasiz. Kechgacha qochadi. Tutib olmasin deb. Holdan toyib bir daraxtning tagida qorong'i tushgan paytda to'xtaydi, orqasiga qaraydi, hech kim kelmayapti.